Xo'sh, qani yaxshi o'qigandan keyin uyga borib dam olish kerak. Rahmat. Sog' bo'linglar. 5 Yaxshi ishlang. 5 Bo'pti, aka. bo'pti. 5 4 3. Voyman qolib ketding. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. So good. I got you. Xo'p. Siz tushundingiz? Bildingiz? I got you. Menejerning xonasiga. Qarang Uchqun, siz bir paytda o'zida bir nechta qoidalarni buzdingiz. Darsxonaga ruxsatsiz kirdingiz. Elektron doskada ustozni profilidan foydalandingiz. Ha, eng yomoni, markazni o'z vaqtida ochmay uxlab qoldingiz. Joyali sabablaringiz bo'lmasa, siz bilan xayrlashishimizga to'g'ri keladi. Men bolaligimdan ingliz tiliga qiziqqanman. Lekin sharoitimiz bo'lmagan. Bozorga chiqib, uydagilarga yordam berishga to'g'ri kelgan. Bu yerda 2 yildan beri ishlayapman. Tungi smenada ingliz tilini o'rganayotgan edim. Chegarani buzgan bo'lsam uzr. 2 yil? Ha, bu vaqtning ichida nimanidir o'rgangan bo'lishingiz kerak. Hozir tekshirib ko'ramiz. Agar yolg'on gapirayotgan bo'lsangiz, siz bilan xayrlashamiz. Vaqtingiz tugadi. Qoyil? Ha, sizni bu holatingizda bunday natijalarga erishish zo'r-ku. Ozgina harakat qilsangiz, IELTSdan daraja olib, bizani trener tishlar bilan ozgina ishlasangiz, o'zimizga ustoz bo'lsangiz ham bo'lar ekan. Bo'ladi. Ammani bu yog'ini shermatiga o'zi o'rgatadi. Yo. Men Uchqunjonga dars o'tmayman. A meni taqlid qildilar-ku. Hali buni qobiliyatingiz ham bormi? Qani bir ko'raylik. Yo'q, xijolat qilmang. Ustoz, men havas qilib. Havasmish. Sharmatjon. Yo. Havas qilib deyapti-ku. Qani bir ko'raylik. Qani. Yaxshi kayfiyat uchun. Qani. Endi Uchqunjon mana holatingizni o'zingiz ko'rdingiz, o'zingiz bildingiz. Mana. Ko'rdingiz, umuman o'xshamadi, bildingiz? Hech ham unaqa qilmayman, bildingiz? Ustoz, Azbor xudo, men hayotda ustoz hech ham unaqa qiladigan odam emasman men. havas qilib, yaxshi unaqa qilganimdan. ko'rganimdan. To'g'risi. Lekinchi juda yaxshi.